Assalomu alaykum hammaga, Loytuning o'zbek kanalidan tayyorlagan Y2miz Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu avtomobilimizda masha farasi supurib quyib qo'ygan edi. Biz buni полный remont qilib berdik aka. Ya'ni ikkita blok bo'ladi, ichida 2 kiloga supurib aksiyani olib ketdi. Biz buni Xudo xolasa полный vasinangiz qildik. Agar suv kirsa, okalar sirrazi shtiker uzdiringlar, narxi arzonroq va tezroq remont bo'ladi. Bu faramizda hozir ближний gabarit ikkita blok полный remont bo'ldi.